Dasturlarimizni, hujjatlarimizni davlat tilida tayyorlashga, foydali tarzda ifodalashga alohida e'tibor qaratyapmiz. Millatni millat sifatida, davlatni davlat sifatida shakllantiruvchi til sifatida uning imkoniyatlaridan foydalanadi. So'zlar tilning umurtqasidir. Eng katta muammo nima? Yosh kattalar kerak yozuvda, yoshlar to'xtay yozuvda. Til odamlar yagona xazinasi hamdir. Butun respublikamiz bo'yicha maktablarda lug'atlar va mudofaa qo'llaniladi. O'zbek tiliga qaratilgan yetishmovchilik bor.